Kia salonunda taxminiy narxi 360 ya 370 milyon so'm bo'lgan Kia Seltos mashinani men sizlarga arzon narxda qo'yib beracakman, ya'ni 260 milyon so'mga. Ne deysiz? Polni depalari görtüsla yarımınacha уже qoraytirilgan, pes beli jemshuk rangda. 4 yumshak bog'lar toza qo'yilgan, eldalar ham polni restyling bor. Yana Mazda Kudorama 260 milyon so'mga, Propanamba 2022 yıl. Salonun sastinesi hem çok kisidiğine nakitkeler gizilgen, polikler koyulgan. 76 bin probekti. Akurat niyeli. Lükları var. Birinci pozisiya emas, prosto emas. Xullas, ma'qul olsa naqd bartenesi savdo orqali bemalol xarid qilib kelsangiz bo'ladi. Past nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Albatta, nomerlar bilan bog'lanib turib, misol musofir yurtda bo'lsangiz, nomerlar bilan bog'lansangiz bo'ladi. Imo, Telegram ishlatib turib oling. Aloqat chiqarasizlar. Ya da telefon so'zlan bo'ladi. Xullas, Kia bo'lmasa, Malibu'dan chiqarasiz. 204 atmosferni deysizmi, Premier deysizmi, 1.5 turbina deysizmi, har xilidan bor. Equinox'larimiz ham shu. 2020 yıldan tartib 2024 yılgacha Equinox mashinalarimiz bor. Ya'ni 250 milyon so'mdan tartib, baring Malibu'lar ham qo'shadan bo'lsak 200 milyon so'mdan tartib 450-460 milyon so'mgacha bo'lgan mashinalarimiz mavjud. Bemalol aloqasizsangiz bo'ladi. 204 atmosferni, xullas, mashina zo'r sosteniyada, polirovka keramika qilingan, 4 yumshak balon toza qo'yilgan. Klassikalari shundan ko'rib turgan bo'lsangizlar, ish palasasini past tarafi bo'yalgan. Past chasni qismi. Ya, grubi emas. Udar ya bo'lmasa bir nadide kesib qo'yilgan variant emas. Probek 55600, endi probekni o'zingiz uchun tekstil olasizlar. Klassiyasini hozir ko'rsatganman, shunday klassiyasi bor. Narxi 250 milyon so'm aytilishi, albatta kelsangizlar kelishtirib beramiz. Malibu Premier 2022 yıl beli jemchuk Mazda vajlagan doğrusu. Ko'pchilik odam qora qiziqadi, lekin bu svetni ham o'zini yarasha bir keyfi bor edi-ku. Toza salondan 0 probek olib mingandan bo'lasiz ana. Mazoli turibdi. Ko'pchilik odam aytishi mumkin, 31 ming probekni shunda paketini aytibmisizlar deb. Yo'q, paket gen vaqtida paketlar yetib olingan, endi hozir sotib olgan vaqtda boshdan paketlar yezilib, yana ustlaridan mazatib taxlangan. Debir bu narsadan bir keyfi bor-ku. Ko'pincha chetrak tashidan odamlar biladi bu narsani. Endi liboy o'zi chetrak tashidan emas, shaharda yashagan odam ham shu Naudi'da salondan minib keltirgandan bo'ladigan qayq butda. Endi vajlar bilan tursa deydi. Shuning uchun ishlatib taxlanmiz. Rasxod bo'lsa ham aytganmiz mazatib. Akurat minib ketishlaringiz uchun. Bu yan tarafda 340 milyon so'mga 2023 yil Equinox. Ne deysiz? 340 milyon so'm. 2023 eng full pozitsiyasidan bir pozitsiya past, ikkinchi pozitsiya ya'ni. Bu mashinamizdan naqd partners savdo orqali xarid qilsangiz bo'ladi. Probek 70 ming. Akurat aytilgan klassiyasini probekini tekshirib olasizlar. Bu mashinaning narxini aytib o'tmayman. 335 milyon so'm, 330 milyon so'm bitadi. Tonirovka ruxsatnoma bir 6 oy ruxsatnomasi bor. 5 oymi 6 oy shunday qilgan xolos. Keyingi Malibu Premierimiz 2020 yil. Bu mashinamiz ham yurtlar yine. Akurat netib paketlar döşalgan. Kilonkalari. Xolasangiz ham misol ko'pchilik odamda gumon bo'ladi. Teyinda qirchiq ya bo'lmasa kraska bo'lishi mumkin-ku deb. Yo'q, kelasizlar, pullaringiz kisalaringizda turadi. Qo'paramizdan tekshiraverasizlar, ana keyin pulni sanab berasizlar. 4 yumshak baloni Mercedes qilingan. Tonirovkasi bor. 7-8 oy ruxsatnomasi bor. Ena salon. Vay boy. Abduf rejimi, podogref rejimi bor. Elde soğutadi hem kızdıradi. Yazda soğutup, qishda kızdırıp yurasiz. Ayak tiyinə poliklar çalğan. Daha Premierlərdə yemin xüsusiyyətlər ham bayram. Göt sidinəsi ham qızad, arka sidinələri. Üydəkidən alayıb oturğan vaxtı buz dündə oturmaydı qışda. Yaz üçün bir nakit yataşa verəsizlər. Trekker Premier. Maqul desəniz. Black piano bisofkalar qoyulğan, 4 yumşak bonla taşalğan. Maşinin sasteniyası zor. 2023 yıl. Panorama lükları var. 20 bin probekte. Narxı 212 milyon so'm. 20 bin probek. Klassiyalar polli toza. Akurat ne edilgan maşin xullas. Qirqilib, qirqilib yotgan joyi yo'q. Ko'pincha mingan odam yotib, kuzovni qirchadi-ku.
Açtım kaçılmazlık için hem broni plyonkadan bulup tutuşuyor. Tutuşken arkasına. Ya. Bu misal maşina bu adamlar için hem Wi-Fi. Eğer şunu yatıp koymagan bolsanızlar şunu yatıp koyuşlarınızı tavsiye beremiz. Kırçılık kalmazlık için. Benzinli maşin. Akkurat inilgenimiz. Tiler hem Blackburn aklında. Yarımdarı. Xullas 212 milyon so'm, baring 210 milyon so'm bitadi. Xo'p, keyingi Equinox'imiz ham 2021-yil. Mashina 4 yumshoq balon, parok qo'yilgan. Hop, yilni qapti-ku bu. Sosteniyasi zo'r. 2021. 29 ming deymi probekni? 29 ming probek saqlangan mashina o'xshaydi xullas. 330 emas, 320 milyon so'm narxi. 330 ekan. Skikka 10 milyon so'm, 320 milyon so'm tushgan. Ma'qul desangiz. 320 milyon so'm. İkinci pozitsiya. Eng full emas. Mashinamizdan. Keyin Malibu'nun narxini aytib o'tdimmi qarani? 330 milyon so'm, 54 ming probekda. 2020. Benzinli mashin. Yan tarafda 21. Rasxoddan qochuvchilar uchun, rasxodini qadrlovchilar uchun metan qo'yilgan variant. 4 yumshoq balon, Merz ходовой. 95 ming probekda. Bu mashinam haqiqiy premyer. İkilik o'zi emas. Arkalarında podograflari bor. Xullas sosteniyasi zo'r. Metallar ham oralib turibdi. Metandan tashqari bu anda shuncha joy. Bu mashinamizdan narxi 330 milyon so'm ekan. Yozilishi. Albatta gashtirib beramiz. Ishga yozilib turgan baho e'tibor bermanglar. Aytilib turgan baho yasangizlar zo'r narxda qilib beramiz. Telefoningizdan ham gashtiramiz. Savdolashib beramiz. Xo'p, 2021 Equinox'a nov kerak bo'lsa hamma ish qilingan. Ya'ni shumkasi deysizlarmi, polirovkasi deysizlarmi, ximchiskasi deysizlarmi, 4 yumshoq balon, Merz ходовой, parok, tonirovka ham bir 10 oy ruxsatnomasi bor. 9 mi, 10 oymi shunday. Proparam uстановка qilingan. Ma'qulmi? Probek 76 ming. Narxi esa bitish bahasi lekin buni narxi bitishi 325 milyon so'm. Keyingi Equinox'imiz 2022-yil, bu 21 edi aytganimning. 2022-yil mashina 4 yumshoq bilan tozasi qo'yilgan, ana. O'sha parok qo'yilgan, tonirovka urilgan. Ruxsatnomasi bor. Bo'lmagan taqdirdan to'g'ri ruxsatnoma beramiz 1 yillik. Eng fulli 58 ming probekda. Ma'qul desangiz bu mashinamizdan narxini 365 milyon so'm qo'yamiz. Albatta gashtirib beramiz. Keyingi videolarda xudo xolasa belgilangan narxlarni aytib o'tamiz. Bemalol aloqa qilsangiz bo'ladi. 90 dan 738 88 89 nomerimiz. 90 738 88 89. Bemalol imo, WhatsApp orqali havolashavasizlar. Hammaga rahmat.